Biz buni uddaladik. Alhamdulillah. Bilan sizlarning duolar bilan. Albatta. Hammaga rahmat. Hissiyotlaringni bo'lish. Alhamdulillah. Vazifa bajarildi. Brilliantdan ustan kelgan. Spasibo. Toj поздравляем, брат. Qalay bo'ldi? Alhamdulillah aka, sizlarni, sizni Muzaffar akani, hamma yaqinlarimizni hissasi katta bu jangimda. Xo'p, vatandoshlarimizni hissasi katta. Hammaga rahmat. Ota-onam, yaqinlarimiz, butun xalqimiz qo'llab-quvvatlab duo qilishdi. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa keyingi janglarimizda bundan ham chiroyli jang bo'y ko'rsataman, xudo xolasa. Rahmat. Yana bir bor shu davlatimiz rahbarini tug'ilgan kun bilan tabriklaymiz. Menimcha bu ularga juda ham katta sovg'a bo'ldi. Albatta bizaga hurmatli Otabek aka o'zlari chiqib aytishdi. Juda ham xursand bo'libdilar prezidentimiz. Mana shu har bitta o'zbekistonlik jangchi albatta bular qatorida mana davlatimizni bayrog'ini shu balandligiga ko'tarish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va osonlikcha taslim bo'lmaymiz. Rahmat. Do'stlar, Ramazon Temirov Abu Dabida UFC turnirida Steve Ersegnini birinchi raundda texnik nokautga uchratib, UFC'dagi o'zining 3-jangida ham g'alaba qozondi. Endi bundan keyingi jangda inshaalloh chempionlik kamariga ursa ham ajablanmaymiz. Do'stlar, g'alaba bilan barcha o'zbek xalqimizni tabriklaymiz. Shu qatori Ramazon Temirovni ham tabriklab qolamiz. Videoga like bosib, kommentariyani portlatamiz.